Somsaga qiziqadiganlar o'tiribdi. Odamga qaranglar, hozir men kitob haqida gapirishni boshlayman, bu yerda 100 ta odam ham qolmaydi. Menga auditoriya to'plash kerak. Men plan qilishim kerak, pul topishim kerak. 2 ta yetim bolam bor mening. Men sizlarga bilim o'rgatyapman. Qo'shnim yozganimni o'qimayapsiz. Men qolaman, kitobxonman deydi. Bo'ldi, qaysi kitoblarni o'qigansiz? Qaysi kitob haqida gapirib bering. Bo'lmasa sizlar ham necha santimetr norma demak savol beringlar mana. Men auditoriyaga qarab o'zgara olaman. Sport haqida gaplashsanglar, shu temada ketaman. Qo'limda 72 ta hunarim bor. To'g'risida o'ta aqlli bo'lib ketdim. Kitobni ochib o'qisam, kitob mendan bilim olyapti. Men kitobdan emas, tushunyapsizmi? Shunchalik ya'ni. Yiqilib tursam, yulduzlar tilak aytayotgan ekan kecha. Qonunni buzsam, qonun o'zgaryapti. Mana shunaqa qizman men. Chunki anjanliman-da. O'zi Andijonda mashinniklar yashaydi, yana anjanlimiz deb eshilib qo'yamiz. Endi bizda shunaqa bor, qoida. Rostdan bittasini planshet machitda yo'qolib qo'ygan ekan. U keyin bilishsa 9-sinfda bola chiqibdi. Bir pora Qur'onni yodlagan ekan. Keyin domla voy Andijonda qorilar o'g'rimi desa, yo'q, o'g'rilar ham qori debdi. Birinchi marta tan oldingiz, to'g'ri gapirib. Balkon pодарок olishni bilmasanglar o'rganinglar va menga donat qilinglar. Qornim ishib ketdi. Like bosinglar, balkon nimadir qilinglar, tez-tez SMS yozinglar. Aktivimiz tushyapti. Aziko, rahmat. Endi hali 2 ta starim ham yonmabdi. Ikkinchi yulduzimni yoqib bering, Aziko aka. Nima qizlar yozmayapti? Qizlar, sizlarga mening efirim yoqmayaptimi? Durdona xonora. Kitob haqida gapirsangiz aktiv tushadi-da. To'ppa-to'g'riki, aytdim-ku men. Bu o'yinchiga. Bu bo'lib ketgan aka. Mana shunaqa hadeb asabimga tegmanglar. Shunday o'lgan birorta kampirni shunday qabrdan suyagini, amini suyagini olib chiqib, og'zingizga qarab 2 marta uraman, o'zingizga kelib qolasiz qaytib. Kampir sikmaydigan bu. Bo'ldi, qornim to'ydi. Aziko aka, davay ozgina qoldi. Odamlar 200 ka olib o'tiribdi, hali 200 ta pодарок to'play olmadik. Güzelki selam. Selam. O'qidingizmi? Hozir Nora bir men to'xtab turlar, men mana shu qizni o'qib olay. Laylo degan qiz omad deb yozibdi. Nora, battle o'ynaymiz, podpiska oling. Bo'ldi. Bo'ldi, oldim. Hozir o'ynaymizmi Nora? Qo'y, o'ynasam o'ynayveraman, hozir ham o'ynayveraman. Vashshe qiz emas. Battle o'ynaydigan qizlar bo'lsa, faqat